Endi uka, biz qo'limizdan kelganini qildik. Biz faqat shu hozirgi holatni yomonlashtirmay turishimiz kerak. Bu ham uzoqqa cho'zilmaydi. Vaqtni o'tkazmasdan buyrakni tezroq ko'chirishimiz kerak. Buyraklar kundan kunga ishdan chiqyapti. Onangizning ahvoli juda og'ir. Do'st, bitta qo'y. Siqilmagin bu dunyoning g'amidan. Xullas bor-ku, kayfiyatingni buzma, siqilma. Bunga nima bo'ldi o'zi? Xayol surishga kelganmisan? Yo nima, sevib qoldingmi, ha? Lyubov. Zudlik bilan pul topishim kerak. Onamning ahvollari juda og'ir. O'rtoq, iltimos. Menga ozgina pul berib tur. Va'da beraman senga. Topishim bilan qaytaraman. Men senga ishonaman 100%. Otaxondan so'rab berishga so'rab beraman. Lekin o'rtoq, bilasanmi? Firmada ozgina tekshiruv bo'lyapti. O'zing bilasan, bunaqa paytda dadamga men ham yoqmayman. Sen o'rtoq, siqilma, qayg'uga tushma. Tekshiruvlar tugasin, albatta olib beraman. Tekshiruv? Ha. Qachon tugaydi tekshiruv? O'rtoq. Borsa 1,5-2 oy. Voy. 1 oy deysanmi? Ha? Lekin menga pul juda ham zarur, og'ayni. Endi o'rtoq qara, katta firmada tekshiruv ham shunga yarasha bo'ladi. Sen siqilma, xohlasang bor-ku. Samat, pul topishni zo'r yo'llari bor-ku. Qo'y.